Alisa o'zbek tilida siz bilan muloqot qiladi. Qanday qilib deysizmi? Yandex Uzbekistan barchaga ma'lum virtual yordamchi Alisani o'zbek tilida ishga tushirdi. Yandex kalonkaning narxi necha pul ekan hozir ko'ramiz. 786.713 Bu nima umli kalonka Yandex. 785.000 so'm. Bu nima bu? Ichiga tillosi bormi buni? Hop. Mana shunaqa rangligini olamiz. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi video bu turganlarda Yandex stansiyasiga bo'ladi. Bu Yandex Lighting versiyasi, maydasi kattaroq ko'rib turganlarga juda qimmat. Bu nimaga qimmat? Narxiga arziydimi yo'qmi? O'zbek tiliga qanaqa bajara oladi? Qolgan narsalari nima afzalligi bor? Ko'rib chiqamiz mana shu videoda. Hozir buni ochamiz, salgini ochilgan, buzilgan. Bizga muhim emas. Bunun ichiga zaryadli kabel, zaryadka o'zi, kalonkani o'zi. Bunga instruksiyasi bor. Bunga nima deyapti? Proverib. Давайте скоро знакомиться. Yaqinga tanishamiz deyapti. Ochamiz. Bunun ichiga instruksiya, undan keyin magnetlar bor. Har xil joyga yopishtirib qo'ysa bo'ladi. Endi bizga bular muhim emas. Bizga kalonka hozir to'kka tiqamiz, tekshiramiz dalchi. Rozetkaga tiqamiz. Buni tokka o'ynatib tiqqanimizdan pramo yonadi bu. Bilmayman nimaga, o'chirib yo'qotgani yo'q. Kutib turamiz, bir 30 sekundlik o'ziga kelib olgancha. Svet o'chdi, значит, o'ziga keldi degani. Вы находитесь в режиме настройки. Пожалуйста, откройте приложение «Дом с Алисой» и следуйте инструкциям. Hozir telefondan programmani oching. Programmalashtiring deyapti hozir. Mana biz programmalashtiramiz. Bizga kerak bo'ladi bunaqa umli dom. Undan keyin menga ko'p narsa qo'shilgan. Mana kalonkani ham topadi hozir. Mana menga ko'p narsa qo'shilgan. Mana kalonkani taklif qilyapti qo'shilsin deb. Mana продолжить. Mana qaysi uyga deyapti, men yozib qo'yganman. O'zi bunga akkaunt ochganingizni o'zi ko'rsatadi. Wi-Fi обязательно uyingizga bo'lishi kerak. Kodini mana terilgan. Undan keyin продолжить. Bluetooth ham yo'q bo'lishi kerak. O'zi telefonimning постоянно yo'q, bu ulanib oladi. Iloji boricha Wi-Fi ga yaqinroq turish kerak. Чтобы tezroq ulanishi uchun mana ulanni. Привет. Ваша колонка настроена. Поехали. Kalonkangiz настройка qilib bo'ldi deyapti. Kim ruscha bilmaganlar uchun. Men perevod qildim, mana kalonkani o'zi. Endi dalchi gapirib ko'ramiz. Alisa, привет. Приветствую вас от всего электронного сердца. Mana salom alaykum yaxshi qilibdi. Qani endi o'zbek tiliga. Alisa, qandaysan? Alisa, qandaysan? У меня все хорошо. Спасибо. А как ваши дела? Умеешь разговаривать узбекский язык? Пока не умею, но могу попробовать выучить. А вы говорите на нескольких языках? Bu menga bilmayman o'zbekcha deyapti. To'g'ri, bilmaydi. Bu o'zbek tilini bilish uchun yana qaytib kiramiz. Настройка. Virtualniy assistent. Язык assistent. Mana bu yerga rus ikkita tilga ham rus tili turibdi. Mana shuni bitta tilini mana ruscha, o'zbekcha yoki ruscha, qozoqcha deyapti. Endi bizga o'zbekcha mana
Mana bu yerga bizga предупреждение beryapti. Некоторые условия funksiya могут быть недоступны. Qanaqandir funksiyasi o'zbek tiliga ishlamasligi mumkin deyapti. O'zi просто aytibdi, uni qabul qilindi. Endi Alisa, qandaysan? Я пока говорю только по-русски и по-английски, но учусь быстро. Может, скоро и узбекский освою. Endi bu nima dedi? Hali ingliz tilini bilaman deyapti. Boshqatda. Buni ham qo'yamiz. Ikkinchisini qo'yish esdan chiqib ketibdi-da. Mana bu ikkovini ham qo'yish kerak ekan. Mana endi. Alisa, qandaysan? Yaxshi, rahmat. Qilyapman. Yangi narsalarni o'rganishga doim tayyorman. O'zingchi kayfiyating qanday? Zakon haramdan. Не нашла закон о Рамзане? Спросите меня по-другому, и я поищу еще. O'zbek tiliga endi salgina ketib qoladi. Endi nima ish qila oladi, nima qo'yadi, buni ko'ramiz. Birinchi qiladigan ishi odam bilan gaplashib oladi. Mana buni o'chirib qo'yamiz. Ismini aytmaguncha ishlama demaykan. Alisa, Samarqandda ob-havo qanaqa? Hozir Samarqandda -1 havo ochiq. Bugun yog'ingarchilik kutilmayapti. Kechqurun -4 biroz bulutli. Lekin tunda -4 bulutli, vaqti bilan havo ochiq. Rahmat. Короче, odam bilan gaplashib oladi boy. Analarni bajara olar ekan. Savolga javob bera olar ekanman, so'rab ko'rdim. Oddiy ma'lumot so'ramoqchi bo'lsak, kimni so'raymiz? O'qigan odam. Alisa, Abdulla Oripov kim bo'lgan? Abdulla Oripov 1941 yil 21-martda Qashqadaryo viloyatida tug'ilgan va 2016 yil 5-noyabr. Alisa, to'xta. Alisa, O'zbekistonning birinchi prezidenti kim? O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov bo'lgan. U 1938. Alisa, to'xta bo'ldi. Mana shunaqa savollarga javob beradi. Bu birinchi funksiyasi. Agar kayfiyatingizga qarab qo'shiq ham qo'yib berish mumkin. Alisa. Alisa. Sal kar bo'lib qolgan. Mana bu yerdagi svet yonmagancha u eshitmayapti degani. Alisa. Hamdam Sobirov qo'shig'ini qo'y. Hamdam Sobirov qo'shig'ini yoqmoqdaman. Chista o'zbekcha gapirish kerak. Shevaga gapirsa qabul qilmaykan. Bunisi jarga salgina. Endi rus tiliga sheva bor, rus tiliga ham har xiliga gapirsa qabul qila oladi. Bunga qabul qilmaydi. U muzikani bor, muzikani qo'ya oladi. Agar bu gilamni o'yingiz aqlli dom bir anavi datchiklarni o'rnatgan bo'lsangiz, svet o'chirib yoqadi. Konditsioner pilisos bo'lsa, aqlli pilisos bo'lsa shunday ishlaydi. Buni haqida video olganman. Kerak bo'lsa mana shu video. Bu haqida 2-3 ta video bor. Mana hozir pilisosni qo'shib ko'ramiz. Ana endi Alisaga aytib ko'ramiz. Qo'shib oladimi yo'q? Alisa. Nima deydi o'zbek tiliga? Chang yutgichni qo'sh. Afsuski, men buni qila olmayman. Boshqacha so'rab ko'ring. Buni qila olmayman. Alisa, chang yutgichni yo'q. O'zbek tilini tushunayotgan gap yo'q. Shunaqa gaplar. Alisa, выключи пылесос. Pılesosni o'chirgandan keyin pilesos aqlliligi shunda o'zi borib zayratkaga kiradi. Rosta zayratka joyini oqtarib yuribdi. Aytganimdan qimirlatmaslik kerak mana. Mana shunaqa. Yandex stansiya puliga arziydi desa ham bo'ladi. Lekin bir oydan keyin platni podpiska so'raydi, muzika qo'yib ber degan paytingizga. Buni yo'li bor. Har oy
Просто zbros настройка qilsangiz, noldan ishlatsangiz bo'ladi, faqat yangi akkaunt bilan. Xuddi shunaqa 750 ming havoga uchmadi degan umiddaman. Mana pulsosimiz ham Zayratkaga ketibdi. Videoni oxiriga kelganligini biling. Alisa. Xayr. Xayr, qabul qilaman. Alisa. Xayr. Xayr, gaplashamiz. Gaplashamiz deydi. Yo'q ekan men bilan. Bo'pti, gaplashamiz o'zi.